Aka kim? Aka yoshligida ukasini o'zi kichkina bo'lsa ham beshigini terayotgan. Ukasini beshigini terayotgandi. O'zi kichkina bo'lsa ham o'zini bo'yi tengi qilib ukasini ko'targan. Kim shu akada? Ukasini ko'chaga olib chiqib o'ynatib, yig'latmasdan olib kelgan. Mashina kelib qolsa, ikkita qo'lini, qulochini ochib, ukasini orqasiga devorga qilib, mashinaga o'zi turgan kim? Shu aka. Aka yig'lasa uka, uka yig'lasa aka qo'shilib yig'lagan. Zotlar bu aka. Ukangni mashina beraman, menga berasanmi? Ukangga pul beraman, menga berasanmi desa, yo'q deb turib olgan kim? Aka. Akangni menga berasanmi, mashina olib beraman? Akangni menga berasanmi, pul beraman desa, yo'q deb unamagan uka bo'ladi. Qo'ni qo'shninikida to'y bo'lib, kallay surnay cholinsib, aka-uka joldirab qolsa, bor ukangni o'ynatib kel desa, ko'chaga olib chiqib o'ynatib, o'zi yemasa ham osh yedirgan aka bo'ladi. Shirinlik yegisi kelib, qand yeyman desa, qana qilib bo'lsa ham qandni olib, o'zi yemasdan ukasiga bergan, uka yeysa bo'lsa, ukani og'ziga qarab mo'ltillab turgan kim bo'ladi desa, shu aka bo'ladi.